Fojia va klip. Ayb kimda? Ozoda Nursaidovaning qonli klipi haqida shoshilinch va jiddiy, o'ta muhim ma'lumotlardan rasmiy manbalarga tayangan holatda yana bir ma'lumotni sizlarga taqdim etmoqchimiz. Avvalroq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish jarayonida aktrisa Sabrina Jabborovani avtomobil bosib ketgani, shundan so'ng u yordam so'rab post qoldirgani xabar qilinganda, mazkur holat yuzasidan xonandaning o'zi tushuntirish berdi. Ozoda Nursaidova uning klip syomkasi davomida bunday hodisa ro'y berganligini tan oldi va voqea sodir bo'lganda suratga olish maydonchasida bo'lmaganligini, voqea haqida o'zi ham telefon qo'ng'irog'i orqali xabar topganligini aytgan. Klipni syomka qilish jarayoni qanday bo'lishi haqida bir narsani aytib o'tishim kerak. Xonanda buyurtmachi suratga olish guruhi yig'iladi. Har bir odamning o'z vazifasi bor. Syomka qilinadi, san'atkorga beriladi. Jarayonda qatnashgan har bir odam uchun aktrisa bo'lsin, masofka bo'lsin, texnik guruh bo'lsin, ularning xavfsizligi uchun men javob bermayman, deydi Ozoda Nursaidova. Shuningdek, u aktrisaga yordam ko'rsatilganligi va shu kungacha shaxsan o'zi tomonidan yordam ko'rsatilib kelinayotganligini aytgan. Mayli, minnat bo'lmasin. Mening administratorim bir oy davomida Sabrinaning uyida deyarli yashadi. Bir oy yashadi. Shifoxonada hamma yordam ko'rsatildi. Nafaqat men, balki butun suratga olish guruhi tomonidan hamma qo'ldan kelgancha yordam qildi, deydi Ozoda Nursaidova. Xonanda aktrisa Sabrina Jabborovaning operatsiyasi noto'g'ri qilingani va buning oqibatida uning bir oyog'i kalta bo'lib qolgani haqidagi gapni ham birinchi marta eshitayotganligini ta'kidlagan. Yanvar oyida Sabrina turib syomkalarga borayotganligini eshitib xursand bo'ldik. Yangi yilda ham borib tabriklab kelishdi. Biz Sabrina oyoqqa turibdi deb xursand bo'ldik. Mart oyida ham Sabrinaga beriladigan yordamni berib kelishdi. Bunday gap yo'q edi. Mana kecha yashin tezligida bunaqa ma'lumot tarqalayapti, deydi Nursaidova. Shu bilan birga xonanda bu yerda amalayotgan boshqa bir vajlar, tafsilotlar va aralashib qolayotgan kuchlar borligini aytdi. U bular haqida kelgusi bir chiqishlarda aytishi yoki tergovga ma'lum qilishini bildirgan. Albatta, bo'lgan voqeadan juda ham afsusdaman. Yaxshi ish bo'lmadi. Baxtsiz voqea bo'lishidan qat'iy nazar hech bir onaga ko'rsatmasin farzandini bu holatda ko'rishni. O'ylaymanki, bu narsaga adolat tarafdan yondashiladi. Har bir odam noto'g'ri ish uchun jazosini oladi, deydi xonanda. Eslatib o'tamiz, jabrlanuvchi aktrisaning murojaatida mashinaning g'ildiraklari uning ustidan 2 marotaba o'tib ketgani, voqea oqibatida tos suyagi singani, boshqa a'zolari og'ir jarohat olgani aytiladi. Shuningdek, 9 soatlik operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingani, biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani oqibatida uning chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgani bildirilgan. Qayd etilishicha, ayni vaqtda shifokorlar qizning salomatligini tiklash uchun uning tos suyagini sindirib, suyaklarini to'g'irlash kerakligi, bunday operatsiyalar juda kamdan kam holatlarda muvaffaqiyatli o'tishini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotchilar va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmagan. Faqatgina 4 oy davomida filmni suratga olishda texnik qoidalarni buzganligi uchun jarima sifatida $500 to'lab turgan. Ozoda Nursaidovaning klipidagi fojiaviy yo'l transport hodisasi haqida 4 oy o'tib rasmiy ma'lumot berildi. Bildirilishicha, jabrlanuvchilar shifoxonaga olib borilgan. Sudga oid tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, fuqaro Sh.E.ning holati og'irlik darajasi bo'yicha yengil tan jarohati, fuqaro J.S.ning esa og'ir tan jarohati deb baholangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.